Hello everybody. Bugun biz juda ham kerak bo'lgan mavzuni o'tamiz. Aniqrog'i s qo'shimchasi. Qachon qo'yiladi, qachon yo'q. Qo'rqmang, bu naqangi qiyin narsa emas. Biz buni chiroyli qilib tushuntirib beramiz. Demak, qachon s qo'yiladi, uni farqi nima? E'tibor bering, mana she walks to school. U boradi piyoda maktabga va I walk to school. Men boraman maktabga. Bu yerda she ga biz s qo'shimchasini qo'yib oldik. I ga esa biz s ni qo'ymadik. Demak, nima bo'lyapti? Demak, I ga biz s ni qo'ymaymiz. Faqatgina I ga emas, I, we, you, theylarga. Mana bizda I dan keyin fe'lni o'zi keldi, s siz. Lekin he, she, it esa fe'lga s oladi. He, she, it doimiy vaqtda men bir nima qilaman, u qiladi degan zamonlarda biz s qo'yib olishimiz kerak he, she, itga. Mana masalan, he walks, ya'ni u piyoda ketmoqda. Bu yerda he o'g'il bola, biz albatta s qo'shimchasini qo'shishimiz kerak. Yoki she buys, u sotib oladi. Bu yerda ham bizda hozirgi zamon sotib oladi. Hozirgi noaniq zamonda s ni qo'yishimiz kerak fe'lga. She buys bo'ldi. Demak, he, she, it s oladi hozirgi noaniq zamonda. Masalan, qanday qilib tushuntirsam ekan? Siz aytasizki, men maktabga boraman. Siz doim maktabga borasiz. Bugun erta emas, doimiy, masalan, 11 yil yoki 10 yil. Yoki meni oyim yaxshi ko'radi muzqaymoqni. U doim yaxshi ko'radi. U bir kun yaxshi ko'rib, bir kun yomon ko'rib qolmaydi-ku. Mana shu zamonlarga biz present simple ga he, she, itga s qo'yamiz. Yoki mana it works. Bu yerda bizda kompyuter, bu it, jonsiz, demak u ishlaydi dedik. Mana sizlarga he, she, itni s bilan qo'llanilishi. Xuddi shu paytda kimdir so'rashi mumkin. To'xtang, men boshqa qo'shimchalarni ham ko'rganman-ku deb. Ha, siz haqsiz, juda ham to'g'ri. Rostdan ham biz gohida es qo'shamiz. Shu es qo'shimchasi agarda bizda fe'limiz ch, ikkita s, sh, x va ikkita z ga tugasa qo'shiladi. Masalan, watch bu tomosha qilmoq. Mana endi watches bo'ladi, es qo'shildi. Yoki bo'lmasam wash degani yuvmoq, washes es qo'shildi. Buzz bu g'ing'illamoq, buzzes bo'ldi. Yoki fix tuzatmoq, fixes bo'ldi. Demak, mana shu yerda biz es qo'shishga haqqimiz bor. Yana bitta qonun, IES qonuni. Bizda agarda fe'l y ga tugab turib, undan oldin undosh bo'lsa, unda biz y ni olib tashlab IES qo'shamiz. Mana masalan, bizda study so'zi bo'lsa, bu o'rganmoq, demak studies bo'ldi. Yoki bo'lmasam cry, yig'lamoq, cries bo'ldi. Yoki try, harakat qilmoq, tries, he, she, itga s oldi. Yoki fly endi uchmoq bilasizlar. Demak, bu endi flies bo'ldi. Xo'p, mana shu qoidalarni bilsangiz, sizga 5 aniq beriladi. Lekin yana o'sha savol bergan odam so'ramoqda. To'xtang, yana borki qonun o bilan bog'liq bo'lgan. Juda ham to'g'ri. O bilan agarda so'zimiz tugasa, fe'l, bu yerda biz yana es ni qo'shamiz. Masalan, go bormoq, es bo'ldi, goes bo'ldi. E'tibor bering, do, men do deb o'qimadim. Do bajarmoq, qilmoq, bu yerda does bo'ldi. Talaffuzlari ancha o'zgaradi. Bu haqda yana boshqa gaplashishimiz kerak boshqa ko'rsatuvlarimizda. Hozircha esa xursand bo'lish vaqti, chunki siz ko'p narsaga erishdingiz. Lekin o'qituvchingiz yana boshqa savollar ham berishi mumkin. Siz o'zingizni noqulay sezmasligingiz uchun bu narsani ham o'rganib olaylik. Negative sentences, ya'ni inkor holatlarda nima qilamiz? Qo'rqmang, bu ham juda ham osondir. Masalan, biz he doesn't wear a uniform misolini ko'raylik. U forma kiymaydi va I don't wear a uniform. Men kiymayman formani. Bu yerda e'tibor bersak, he, she, itga doesn't qo'ydik.
va mayerda mana he she it bizda s olayotgandik-ku fe'lga. Ana shuni endi biz do'ni oldiga kelib doesn't qildirib qo'ydik. Ya'ni he she it doesn't va fe'l bo'ladi. Mana he doesn't speak, u gapirmaydi. He she itga doesn't-ku. Yoki he doesn't swim, u suzmaydi. Yoki bo'lmasam he doesn't help, u yordam bermaydi. Menimcha hammaga tushunarli bo'ldi. Demak, he she itga s qo'yamiz fe'liga va inkor bo'lsa doesn't va fe'l qo'yamiz. Mana sizga endi darsimiz tamom desak bo'ladi. Albatta kommentariyalar yozing. Qaysi mavzularni yoritishimizni xohlasangiz, o'shani yozib qoldiring. Biz albatta bularni bajarishga harakat qilamiz. Hozircha xayr.